Assalomu alaykum, yurtim mevalarini kuzatuvchi obunachilar. Endi zamon mana yaqinda prezidentimiz kelib ketdi Farg'ona Quvaga. Bu yerda juda katta ishlar olib borilyapti. 5000 tonnalik xolodilnik ishlab chiqarish, mahsulotni qayta ishlab chiqarish. Bu deganda mevalarni so'k qilib yoki quritib eksport qilishni ham nimalarni ko'rsatdi. Endi bizga tabiiyki mahsulot kerak bo'ladi. Bu mahsulot mana sizlarga ko'rsatyapman. Asli Dubayda deysizmi, Amerikaga deysizmi, juda ko'p eksport qilinayotgan narsa. Shu Serbinskiy siliva, bu spareniyasi kam, juda ham o'rtoqlar qoqi qilganda eksport qilishlari mumkin mevasini ho'lligini agar sotmaymansalar undan-da qimmatga qoqisini sotish mumkin. Qoqisi ko'rsatib o'tganimiz bo'shroq bo'ladi, spareniyasi kam, juda sifatli quriydigan qoqilardan. O'rtoqlar, bundan bizda ko'chatlari 50 ming dona ekilgan. Mana shu daraxtga ekilganiga o'tgan yil ekilgan o'rtoqlar. Bu yilda o'zida xudo xolasa, yolg'on bo'lmasa, yaqinroqdan olib kelib ko'rsatib qo'ysangiz, 0,1 karbinaga olib, mana bu ichlarini ham ko'rsating. Eng kamida 2 kilo yo 3 kilo hosili bor. Eng kamida. Mana hali bu yirik bo'lganini ham qo'yamiz. Demoqchi bo'lganim, bosish kerak o'rtoqlar, bu zo'r siliva ko'chatlari ko'paytirganmiz. Aloqaga chiqarasizlar, hamma vaqtda ekan o'tgan yil ko'chat yetmay qoldi. Bu yil 100 mingta payvand qilganmiz, kuzga zakaz olyapmiz. 90lik 560 5034 Samarqandda ham, Xorazmda ham, qayerda bo'lsa ham dastavka qilib beramiz. Ko'proq samarqandlik akalar bu ish bilan shug'ullanyapti. Kimga zarur bo'lsa videoni jo'natib qo'yinglar. Shuni ko'chatidan sertifikatli, nav guvohnoma, garantiyali ko'chatidan 100 ming dona bor. Aloqaga chiqarasizlar. 90lik 560 5034. Sog' bo'linglar.